Assalomu alaykum do'stlar. Bugun shanba bo'lganligi sababli ish ham o'qish ham yo'q va shuning uchun kutubxonadan olgan kitobimni ko'chaga olib chiqib o'qishga qaror qildim. Xo'p, bugun sizlarga aytmoqchi bo'lgan yana bir narsam nafs bo'ladi, ichingizdagi inner demon. Mana shu sizlarda ham bo'lsa kerak, ya'ni biror ish qilmoqchi bo'lganingizda o'zingiz bilan o'zingiz gaplashasiz. Shu ishni qilsammikan, qilsam unaqa bo'ladi, u hech qancha vaqt ketmaydi o'zi. Misol uchun, ertalab odatda ko'proq bo'ladi. Bomdodga turish uchun. O'zi 5 daqiqa tahorat olasiz, 5 daqiqa namoz o'qiysiz, 10 daqiqalik ishda, lekin shuni o'sha ichingizdagi inner demon nafsingiz bilan gaplashayotganingizda u sizni har bir gapingizga argument topaveradi-da, qilmasligingizga bo'lgan sabablar topaveradi. Shuning uchun maslahat gaplashmang umuman. Biror narsa qilmoqchi bo'lmisiz, ya'ni miyangizga biror ish qilish fikr keldimi va u sizga foydalimi? Ichingizdagi demon bilan gaplashmang. Baribir sizni shuni qilmasligingiz uchun sabab topib beradi.